Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston yoshlari, aziz do'stlar. Barchamizga 30-iyun Yoshlar kuni bayrami muborak bo'lsin. Biz Aloqa bankning yoshlar jamoasi bilan ushbu kunni juda ko'tarinki ruhda o'tkazdik. Ushbu kun atmosferasini biz sizlar bilan ham bo'lishmoqchimiz. Biz hozir Aloqa bank yoshlar jamoasi bilan O'zbekiston Milliy akademik drama teatriga keldik. Mana endi biz Aloqa bank yoshlar jamoasi bilan Shahidlar xiyoboniga tashrif buyurdik. Aloqa bank kutubxonasida bizaga buyurtma qilishgan edi. O'ta zamonaviy kutubxona bugun ochilmoqda. Kutubxonada qanaqa kitoblarni yig'ishga harakat qildik? Avvalo 50% o'zimizning o'zbek tilidagi kitoblar, undan tashqari 35% rus tilida, 15% ingliz tilida eng zamonaviy kitoblar. Bank moliya, sun'iy intellekt, data analitika, marketing, menejment, korporativ boshqaruv kabi bankirlar uchun foydali, shuningdek o'zimizning badiiy adabiyotdan, o'zbek adabiyotdan foydali kitoblarni jamladik. Kitoblarning o'zi bir necha oy davomida dunyoning turli xil mamlakatlaridan olib kelindi. Masalan, Londondan olib keldik, Dubaydan olib keldik, hatto Bangkokdan ham borib erinmasdan kitob yig'dik. Eng zamonaviy kitoblar bo'lishi uchun, undan tashqari rus tilidagi kitoblarni asosan bankirlar uchun foydali kitoblarni, yoshlar uchun foydali kitoblarni Moskvadan olib kelindi, rus tilidagi kitoblar va undan tashqari o'zimizning O'zbekistonning turli xil nashriyotlardan chiqqan eng sifatli kitoblarni jamladik. Natijada eng zamonaviy kutubxonalardan birini bugun Aloqa bank o'z yoshlariga, o'z xodimlariga taqdim etdi deb biz ishonamiz va undan tashqari elektron audio kitoblarni ham ulardan mutolaa qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bugun 30-iyun Xalqaro yoshlar kuni. Aloqa bank jamoasi tomonidan yoshlar kuni keng tarzda nishonlanib kelmoqda. Bugun erta tongda ekskursiyalarni amalga oshirdik. Tarixiy obidalarga, muzeylarga tashrif buyurdik. Bugungi yoshlarimizning kayfiyatlari a'lo darajada. Bugungi atmosferamiz ham juda ham zo'r bo'ldi. Ekskursiya chog'ida biz tarixiy bilimlarimizni ham yanada oshirdik. Men o'ylaymanki, bu tadbirlarimiz shijoatli, zavqli yoshlarimiz yetishishiga sababchi bo'ladi. Aloqa bankni yoshlarning biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlovchi tayanch yoshlar bankiga aylantiramiz. Hayot bu shaxmat. Orzu va harakat muhim. Kelajakni yaratish sening qo'lingda. Aloqa bank bilan birinchi qadamni tashla. To'g'ri qaror, katta natija. Aloqa bank yoshlar tayanch banki. Yoshlar biznesi dasturi siz uchun. Imtiyozli kredit ol, maqsadga erish. G'oyalarga hayot beramiz. Bizga sizning muvaffaqiyatingiz kerak. yoshtadbirkorlar.uz Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Aloqa bank yoshlari sizlardan kelayotgan energetika, drive, yoshlik, shijoati bizga ham ta'sir qilyapti va barchangizni kirib kelayotgan yoshlar kuni bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Bugun bu yerda
aksiyadorlik tijorat aloqa bankining respublika bo'yicha mehnat qilayotgan yoshlarning eng faol qatlami yig'ilgan va qolgan filiallarda bizni o'sha mana Zoom orqali barcha yoshlar, tizimdagi barcha yoshlar ko'rsatib borishyapti. Bugun sizning bayramingiz, ertalabdan tadbirlarda bo'ldingiz, juda chiroyli dastur tuzishga harakat qilishdi. Bank boshqaruvi sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Kayfiyatingiz yaxshiligidan buni bilib turibmiz. Shunday ekan, bugun sizning bayramingiz va boshqalardan istisno qilgan holda filialdagilardan ham iltimos qilamiz. O'zingizga o'zingiz chiroyli bitta qarsak chaling, bayram albatta. Odam o'ziga o'zi qarsak chalsa zo'r-a? Maza qilib chaladi. O'z ixtiyori bilan chaladi. Sizlarni bayram bilan tabriklash uchun Aloqa bank boshqaruvi raisi Irisbekova Kamuna Narimbayevaning tabriklarini o'qib eshittirish maqsadida sahnaga Aloqa bank boshqaruvi raisining maslahatchisi Alisher Qurbonovni taklif qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, tadbir ishtirokchilari, aziz yoshlar. Davlatimiz rahbarining tashabbusi va tegishli farmoniga asosan 30-iyun O'zbekistonda Yoshlar kuni sifatida 2017-yildan beri bayram qilib kelinmoqda. Shu munosabat bilan Aloqa bank tizimida mehnat qilayotgan barcha yoshlarni ushbu sana bilan shaxsan va bankimiz boshqaruvi nomidan samimiy tabriklaymiz. Bugun Aloqa bank tizimida 730 nafar 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar faoliyat olib borishmoqda. Shulardan 60 nafari rahbarlik lavozimlarida mehnat qilyapti. 50 ga yaqin xodimlarimiz turli chet tili sertifikatlari, 10 tasi buxgalteriya bo'yicha xalqaro ACCA sertifikatini qo'lga kiritishgan. 5 nafari nufuzli davlat stipendiyalari egalari hisoblanadi. Katta jamoamizning 60% aynan yoshlardan tashkil topgan. Biz bugun oramizdagi yoshlarning yutuqlari bilan ham faxrlansak arziydi. Xususan, may oyida turli soha va tashkilotlar o'rtasida o'tkazilgan Vodiy Quiz intellektual o'yinlarining final bosqichida Aloqa bank hududiy markazining Zumrad jamoasi 32 jamoa o'rtasida mutlaq g'olib bo'lib, ham Navro'z liga, ham Kia Cup turniri chempioni bo'ldi. Yoshlar oyligi doirasida Xorazmda o'tkazilgan sport musobaqalarida voleybol bo'yicha Toshkent, futbol bo'yicha Qo'qon jamoalari birinchilikni qo'lga kiritdilar. Stol tennisi va shaxmat bahslarida bankimiz qizlari Toshkentdan Sevinch Nuriddinova, Andijondan Shahnoza Soliyevalar birinchi o'rinni egalladilar. Albatta, bu yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, bildirilayotgan ishonchning natijasidir. Har qanday davlat islohotlar samaradorligida, har qanday tashkilot esa maqsadlariga erishishda eng avvalo yoshlarga tayanadi. Biz ham xalqimizga sifatli bank xizmatlari ko'rsatishda muntazam rivojlanish yo'lida siz yoshlarning bilimingiz, fidoyiligingizga alohida e'tirof etmoqchimiz. Ma'lumki, shu yilning fevral oyida prezidentimiz tomonidan Aloqa bank yoshlar tayanch banki etib belgilandi. Bu esa yoshlar bandligini ta'minlash, ularning startap g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, yosh tadbirkorlarning biznesini rivojlantirishga ko'maklashish borasida bankimizga katta imkoniyatlarni taqdim etdi. Shuningdek, 2025-2027 yillarda amalga oshirish ko'zda tutilgan yoshlar biznesi dasturi doirasida 350 ming nafar yoshni qamrab olish, yoshlar uchun qo'shimcha 100 ming ish o'rni yaratish bo'yicha bor kuch va salohiyatimizni ishga solganmiz. Qadrli yoshlar, yurtimizning nufuzli banklaridan biri sifatida bugun qanday natijaga erishayotgan bo'lsak, albatta ularning ortida sizning mehnatsevarligingiz, kuch-g'ayrat va bilimingiz turibdi. Bankimizda siz yigit-qizlarni munosib mehnat sharoitlari bilan ta'minlash, kasbiy rivojlanishingiz, tajriba mahoratingizni o'stirish uchun barcha imkoniyatlar bor. O'z navbatida faoliyatimizni muntazam rivojlantirish yo'lida sizdan umidimiz katta. Bugun Aloqa bank tizimida ahil jamoamizda mehnat qilayotgan yoshlarni yana bir bor Yoshlar kuni bilan tabriklab, barchangizga ulkan yutuqlar, yuksak marralar tilaymiz. Sizni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onangiz, bilim bergan ustozlaringizga rahmat aytamiz. Siz kabi vatanparvar, mehnatsevar va oliyjanob yoshlar bor ekan, nafaqat bankimiz,
balki davlatimizning ham kelajagi porloq bo'lishiga ishonamiz. Sihat salomatlik, oilaviy baxt, xotirjamlik doimiy hamrohingiz bo'lsin. Bayramingiz muborak, aziz yoshlar. Rahmat. Rahmat Alisher aka. Albatta bunaqa tabrikdan keyin boshqacha shijoat bilan, boshqacha motivatsiya bilan faoliyatni odam olib borishga, o'z ustida ishlashga, yuqori natijalarga erishishga harakat qiladi. Lekin bugun mana bu yerda o'tirgan bank boshqaruvi a'zolari, rais o'rinbosarlari ham bir paytlar xuddi sizga o'xshab yosh bo'lib, mana shu bankka qadam qo'yishgan, ostonadan o'tishgan va siz ham albatta ushbu sohada faoliyat qilishdan maqsadingiz karyera bosqichlaridan birma-bir yuqorilab, mana shu sohada, mana shu yo'nalishda qandaydir yutuqlarni qo'lga kiritib, ularning izdoshlari bo'lishga harakat qilishingiz bu tabiiy. Chunki yaxshi mutaxassis, yaxshi kelajagini qurmoqchi bo'lgan har qanday xodim albatta bu narsani orzu qiladi, niyat qiladi. Xuddi siz kabi bundan necha yil oldin? 19, 20 yil deylik, yana bitta yoshli umr o'tib ketibdi. Xuddi siz kabi 20 yil oldin Aloqabank ostonasidan hatlab o'tgan rais o'rinbosari davramizda ishtirok etyapti. Hozir sizlarga shu paytgacha qanday erishganlari haqida ma'lumot beradilar va siz uchun bu yaxshigina haligi o'zlashtirish mumkin bo'lgan saboq bo'ladi degan umiddamiz. Jo'rabek O'roqov, Aloqabank boshqaruvi raisining o'rinbosari. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli Aloqabank jamoasi, hurmatli bizni yosh, shijoatli yigit qizlarimiz. Sizlarni kirib kelayotgan 30-iyun yoshlar kuni bilan samimiy, chin yurakdan tabriklayman hammalaringizni. Ruxsat bersangizlar, qisqacha Hamza aka aytib berdilar. Aloqabankda erishilgan natijalarning hammasini orqasida bu hurmatli raisimiz Kamoljon Narimbayevlarning birinchi o'rinda ishonchlari, boshqaruvni, yoshlarga bo'lgan e'tiborlari deb o'ylayman. 1986-yil Buxoro viloyatida G'ijduvonda tug'ildim. 2004-yil o'rta maktab tugatib, to'g'ri Toshkentga yo'l oldik. Hammaning orzusi, niyati Toshkentda o'qish. O'qiganda ham kamida yo moliya yoki o'sha payt narxos kelasi alohida bo'lardi yoki diplomatiya. Boshdan niyat qilganmiz Toshkent Moliya institutini talabasi bo'lish. 2004-yil demak bakalavr darajasini kirib, 2008-yil institutni bitirib to'g'ri Aloqabankka keldik. Aloqabankda bilasizlar, rais boshchiliklarida kadrni komissiya bo'ladi, suhbat bo'ladi. Shu suhbatdan muvaffaqiyatli suhbatdan o'tib 2008-yilda faoliyatimizni boshladik. Aloqabankda bosh ofisda ish yuzasidan 2013-yilda Qoraqalpog'iston filial bosh mutaxassisman kiritilash departamentida Qoraqalpog'iston Respublikasida bizda filialimizda borib filial boshlig'i bo'lib ishlash raisimiz tomonidan ishonch bildirdilar. Komfort zonadan chiqib, ya'ni poytaxtdan chiqib, oilaviy Qoraqalpog'istonga borib ishlash to'g'ri keldi. Demak, Qoraqalpog'istonga 2013-yil, undan keyin Buxoro viloyatida 2 yil, o'rtada Surxondaryo, Qashqadaryoda 1 yil, oxiri mana Andijonda 1 yildan ortiq 5 ta viloyatda borib ishlab, bu yerda ko'p yoshlar birga ishlashganmiz viloyatlarda. Keyin yana qaytdik Boshbankka, 2-3 ta departamentda rahbar bo'lib ishlab, raisimizning ishonchlari, boshqaruvni bildirgan, bizga bo'lgan yuksak ishonchlari orqasidan bugungi kunda 1 yildan oshdi rais o'rinbosari bo'lib faoliyat yurityapmiz. Men yoshlarga aytadiganim, mehnat qilishdan, ishlashdan qochish kerak emas. Qisqa qilib aytganda, o'zlaringizni qilayotgan mehnatlaringiz albatta bu samarasini beradi. Bu filialda yoki kichkina markazda ishlayotgani bu ko'rinmadi degani emas. Markazda ishlayotgan bo'lsa, markaz rahbari yoki hududiy markaz ishlayotgan bo'lsa, hududiy markaz rahbari tomonidan va albatta mana hozir ko'rdingizlar 704 ta xodimni yoshlar kuni munosabati bilan raisimiz shaxsan o'zlari imzolari bilan
ertaga yetkazamiz, yetib boradi hammasi. Bu yoshlarni hammasi bank boshqaruvi hamda bank boshqaruvi a'zolari tomonidan doim e'tirofda, doim e'tiborda. Bu erishilgan aloqa bankda erishgan natijalar ichida albatta bu yoshlarimizni o'zini o'rinlari bor. Mana shu yerda o'tirganlar ichidan bank rais o'rinbosarlari, bank raislari chiqishiga men ishonaman. Hammalaringizni kirib kelayotgan yoshlar kuni bilan samimiy tabriklayman. Hammalaringizga omad, ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat. Rahmat Jo'rabek aka. Barcha yo'llar poytaxtga eltadi va poytaxtning barcha yo'llari Toshkent City'ga olib keladi. Toshkent City'ning hamma yo'llari aloqa bankda kesishadi. Mana shunga misol hozir eshitdinglar. Va hozir yana bir insonni men taklif qilmoqchiman. Albatta birinchi rahbarni tabrigini o'qib berish bu juda katta mas'uliyat. Bu hammaga ham nasib qiladigan narsa emas. Va mana shu ishonch, mana shu darajaga qanday qilib erishganlar va bundan boshqa darajalarga qanday qilib erishganlar haqida bizga Alisher aka Qurbonov gapirib beradilar hozir. Aloqa bank boshqaruv raisining maslahatchisi. Marhamat. Yana bir marta rahmat. Biz ozgina prezentatsiya bilan gapiramiz deb tayyorlandik, kelishmagan ekanmiz. Prezentatsiya bilan mayli, umuman ko'pchilik biladi, yugurish bilan 1-2 yildan beri shug'ullanaman. Har bir bosqich yangi kilometr deb nomladim bugungi spichni nomini. Ya'ni prezentatsiyani qilish jarayonida shu narsani angladimki, men 18 yil davomida aloqa bankda ishlagan bo'lsam, haligi ta'lim olish bilan ishni parallel yuritgan ekanman. O'zi shu prezentatsiya qilish jarayonida bildim buni. Uni o'zimcha rejalashtirganman deb maqtanmayman. Ya'ni ozgina o'qib, ozgina ishlab, ozgina o'qib, ozgina ishlaganman deb olmayman. Qarasam shunaqa ekan. Hozir prezentatsiyani esa ko'ramiz. Ya'ni ishdagi har bir lavozim yangi sinov, ilm esa bu yo'ldagi eng ishonchli yo'ldosh deb nomladik. ChatGPT bilan ekanamiz. Xo'p, qayerdan boshlandi o'zi hammasi? Jo'rabek bilan bir xil bizni ham tariximiz deyarli. Men ham Toshkent moliya institutida o'qiganman. 2003-yildan 2007-yilgacha Toshkent moliya institutini bank ishi fakultetida 4 yil shu Hamza aka aytganlaridek hamma yo'llar Toshkentga olib boradi deb Toshkentga kelib shu yerdan nasibamizni izlab o'qish boshlaganmiz. Keyin o'qishdan keyin suhbatlardan o'tib, o'sha paytda suhbat bo'lardi. Suhbatdan o'tib 2007-yildan 2009-yilgacha mutaxassis lavozimida, 2009-2011da bosh mutaxassis, 11-yildan 12-yilgacha bo'lim boshlig'i lavozimida, keyin aktivlarni, passivlarni boshqarish boshqarmasida 2012-yilda ish boshladim. 4 ta lavozimda ishlagandan keyin va 2007dan 2013-yilgacha 5 yil davomida faqat bakalavrdagi olgan bilimimiz bilan ishladik va bilim olishga ozgina ehtiyoj paydo bo'ldi. Nima qilamiz dedik? Magistraturada o'qish kerak, yo magistratura yo'nalishini Toshkent moliya institutida davom ettirishim kerak edi yoki Bank moliya akademiyasini tanlashim kerak edi. Bank moliya akademiyasini tanladim. 1 yil 2 oy davomida Bank moliya akademiyasida endi rahbarlik uchun buni nomini nima deb qo'ydik? Ilm bilan qurollanmasdan turib rahbarlik qilib bo'lmaydi. Haqiqatan ham endi jiddiyroq lavozimga o'tgandan keyin ozgina ilmni kuchaytirishga to'g'ri keldi. Bank moliya akademiyasidan nima oldim? Haligi moliya institutidagi programmani dasturini deyarli o'zi edi-yu, lekin har xil yoshdagi kursdoshlar bilan o'qib, ulardan ko'p narsani oldim. Ya'ni bu yerda o'qishni o'zini programmasidan ko'ra kursdoshlardan ko'p narsani o'rgandim desam bo'ladi. Guruhlar bo'lib ishlab, har xil yangicha 5 yil davomida ta'limni standartlari ham o'zgarib, ozgina ta'lim boshqacha ko'rinishga keldi va yangi bilimlarni o'sha vaqtdagi zamonaviy, haligi o'sha vaqtdagi up to date bilimlarni oldik. Bundan keyin nima bo'ldi? O'qish bitirib kelgandan keyin o'z-o'zidan haligi ozgina lavozim oshish kerak edi. Boshqarma boshlig'ini davom ettirdik, 17-18 yil departament direktori bo'ldik. Endi bu nomini nima deb qo'ydik? Endi o'zimni emas, boshqalarni ham yetaklash va o'stirish vaqti boshlandi. Mana shu jamoa, bizning jamoamiz shu. O'sha paytdagi aktivlar va passivlarni boshqarish boshqarmasidagi barcha xodimlarning ro'yxatini oldim kadrdan. Qarasam, hozirdagi o'sha jamoadagi eng kichkina lavozim departament direktori. O'sha mani jamoamni deylik, o'sha paytdagi mani jamoamdagi
eng kichkina xodimni lavozim bu departament direktori, eng kattasi rais o'rinbosari ekan hozirgi kunda. O'sha jamoada men bilan ishlagan jamoada. Ya'ni xodimlar bilan ham birga ularni o'stirishni ham yo'lini qilganmiz. Undan keyin nima qildik? Okey, shuncha ishladik, yana o'qishimizga ehtiyoj paydo bo'ldi. Keling o'qiymiz dedikda, korporativ boshqaruv akademiyasi 2 hafta, Berlinda 2 hafta o'qidik. Bu juda mustaqil rahbarlikka tayyorlaydigan kurs ekan deb kelib raisga aytsam, bo'ldi dedilar, siz rahbar bo'lasiz mustaqil dedilar-da. Ketdik Qo'qonga qarab. Qo'qon maktabi deb qo'ydim. Bu Bosh bankdan birinchi haligi mustaqil rahbarlikka 50+ jamoada rahbar bo'lish va mustaqil qarorlarni qabul qilish. Men bitta filialda ishlaganman, to'g'risi rahbar bo'lib, ungacha faqat Bosh bankda ishlaganligim uchun bu butunlay boshqacha dunyo bo'lgan va hududda ishlash Bosh bankda ishlashdan ko'ra juda ham farqli, o'ziga yarasha nyuanslar borligini ko'rganman. Qo'qondan keldik. Bu eng yirik departament, kreditlash departamenti edi o'shanda. Eng yuqori mas'uliyat ham, eng katta ishonch ham shu yerda edi. Barcha kreditlar siz orqali, sizning qarorlaringiz orqali chiqadigan joy. Endi eng katta jamoani boshqarishni ishonib topshirishdi. Shundan keyin 20-yil, 1 yil davomida kredit departamenti direktori bo'ldim. Undan keyin nima qildik? Covid boshlandi. Coviddan keyin mana 20-yildan 24-yilgacha boshqaruv rais o'rinbosari lavozimida 500+ jamoa deganim chakana yo'nalishini nazorat qilganman. Chakana yo'nalishda 500 dan ortiq xodimlar bilan ishlaganmiz birgalikda. Endi nima qilamiz? O'qish vaqti keldi-ku degan paytda keyin mana o'qishni boshladik. 2023-yil aprel oyidan boshlab noyabrgacha 8 oy davomida Sberbank akademiyasi deydi, o'zi Sberg University, o'sha yerda transformatsiya, o'sha hamma banklar, davlat strukturalari transformatsiyani boshlagan payti biznesni transformatsiya qilish yo'nalishi bo'yicha o'qidik. Aprel-noyabr oylarida jamoa bilan o'shanda shu yerda ishlayotgan yigitlar ham jamoada bo'lgan, biz jamoada mana kulib turishibdi. Birga borib o'qidik 8 oy davomida. Endi u bilimni amaliyotga joriy qilish kerak edi. Transformatsiyani ko'rib, qiziqib, yaxshi narsa ekan deb turib, u temada ilmiy ish boshlab bordik. Keyin PhD bo'yicha hozir ilmiy tadqiqotchiman. O'sha transformatsiyani endi ilmiy izlanishga aylantirdik. Hozir shu yo'nalishda ish olib boryapmiz. Birinchi hali kafedra zashitalaridan o'tdik. Ikkita bosqich qoldi. Xudo xolasa bu yil oxirigacha PhD haligi darajasiga harakat qilyapmiz erishishga. Bu vaqt davomida yana ta'limga ehtiyoj paydo bo'ldi. Keyin nima qilamiz deb yanvar 2024-yil yanvardan hozirga qadar University of Cambridge'da Judge Business School'da biznes bo'yicha ham o'qiyapmiz. Chunki biznesni transformatsiya qilish deganda biznesni ham tushunishim kerak ekan. Faqat bank tomonidan uni transformatsiyasini emas, biznes qanaqa o'ylashni ham tushunishim kerak ekan deb turib, biznes shkolalarga o'qishga topshirdik va shulardan biri Cambridge'da hozirgi kunda 2026-yil aprelgacha MBA'da, Executive MBA dasturida o'qiyapman. Bu hozirgi kundagi lavozimimiz endi bilasizlar, rais maslahatchisi. Shu yerda o'qigan bilimlarimiz va o'rgangan tajribamizdan kelib chiqib, qo'ldan kelgancha strategik rivojlanish bo'yicha bankni boshqaruvga maslahat berishga harakat qilyapmiz. Nima tavsiya berardingiz desa, haligi an'anaviy tavsiyalar beriladi odatda, o'qi odam bo'lasan degan tavsiyada endi bu umumiy olganda, lekin men bitta bonus slaydim bor, hozir ko'rsataman. Bundan keyin yoshlar hamkasblarga tavsiyalar, haqiqatdan ham o'zi birinchidan qilayotgan ishingizni chuqur tushunmasangiz agar, u nima qilayotganingizni, qanday qilishingizni qizig'i, foydasi bo'lmaydi. Lavozim oshishi uchun hozirgi endi baribir biz Z avlod bilan biz milleniallarning bir farqi bor-da. Z avlodni sal haligi, ya'ni sizlarni biz bilan farqi, biz milleniallar, baby boomerlarni dunyoqarashi shunday bo'lganki, uzoq vaqt davomida kutib bitta maqsad qo'yiladi, uzoq vaqt davomida kutiladi, unga sabr qilinadi. Biz o'sha avlod vakilimiz. Endi sizlarga ham o'sha avlod vakilligiga o'xshab bo'linglar demoqchi emasman-da, lekin lavozimga erishish uchun baribir sabr qilish kerak. Ilmni, bilimni olish uchun ozgina o'zlaringizdan tashabbus chiqish kerak, intilish bo'lish kerak. Long life learning deydi, ya'ni uzoq vaqt davomida doimiy o'rganish. Men hozir Cambridge'da 65 yoshli kursdoshlarim ham bor. U nima qilarkan shuncha pul to'lab o'qib deyman-da. Juda qimmat dastur. Nima qilarkan shuncha pul to'lab o'qib desangiz, ular
o'qisang qarimaysan degan tushuncha bor ularda. Doimiy o'qish bilan shu uchun shug'ullanadi. 65 yoshdagi odamni 2 yil davomida umrini o'qishga sarflashini boshida tushunmaganman, keyin bilganmanki, umr davomida o'rganish kerak ekan, umr davomida bilim olish kerak ekan degan xulosaga kelganman. Shuning uchun o'z ustlaringizda doim ishlab borish. Men bekordan bekor davrilikni ko'rsatmadim. Kamida 5 yilda bitta bilimni yangilab olib, haliga update qilib olish kerak bo'ladi. Yetakchi bo'lish bu buyruq berish emas, ya'ni rahbar bo'ldim, men jamoani boshqaraman emas, bu lider bo'lish, ya'ni uni yo'l ko'rsatish, ko'proq odamlarni eshitish, jamoani eshitish ham degan to'rtta o'zimcha haligi take away deylik, take away ishlab chiqqanman. Bonus slide, bugungi kunda rahbarlar uchun IQ dan ko'ra EQ degan anaqani juda bir zamonaviy biznes shkolalarida rosa o'tishyapti shuni. Men ham sizlarga shuni baham ko'rgim keldi. Emotional intelligence deydi, ya'ni C nima deb tarjima qilganmiz? Shaxslararo ko'nikmalar deganmiz, ya'ni hissiy ko'nikmalar. Ya'ni bu IQ ni o'stirib bo'lmasligi mumkin, lekin EQ ni o'stirib bo'ladi. Men hozir EQ ni nima ekanligini ham tushuntirib o'taman. Kognitiv ko'nikmalardan farqli o'laroq hissiy kompetensiyalarni rivojlantirish mumkin aytganimda. Ya'ni bu martaba oshgan sari kerak bo'ladigan xususiyatda, ya'ni bu xodimligingizda emas, rahbar bo'lganingizda, jamoalarni boshqarishda sizga kerak bo'ladigan xususiyat. Jamoani muvaffaqiyatli shu a'zolarni IQ darajasi bilan emas, balki EQ darajasi bilan belgilanadi. Tashkilotlarning yig'ma IQ darajasi ular madaniyati muvaffaqiyatga tashkil qiladi. Endi men o'zimni IQ bo'yicha test bor, IQ bo'yicha ham test bor-ku, IQ bo'yicha ham test bor. Savollarga haligi psixometrik analiz qiladi. Savollarga javob bersangiz, sizning IQ darajasi qanaqa ekanligini ko'rsatib beradi. Buni 5 ta komponenti bor. Buni Goleman degan olim o'rganib Garvardda rosa tadqiqot qilgan va uni ko'plab kitoblar, maqolalari chiqqan bu bo'yicha. Bu nima? Ya'ni rahbar bu bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Amerikadagi haligi S&P 500 bilasizlar, S&P 500 ga kiradigan korxonalar ro'yxati bor. O'shandagi top 100 tasini so'rov qilgan ular, top 100 tasidagi so'rov qilib, rahbarlarni so'rov qilgan. Rahbarlarida ularning rahbar bo'lishi uchun EQ, IQ dan ko'ra muhimligi o'shanda aniqlangan. 60% EQ kerak bo'lgan, 40% IQ kerak bo'lgan ularga. Rahbar bo'lishi uchun. Endi nima degani desak, 5 ta komponenti bor. Bu self awareness deydi, o'zini o'zi bilish, ya'ni o'zingizni kuchingizni bilmasangiz, o'zingizni qanday qobiliyatingiz borligini, kuchli tomonlaringiz, ayrimlar u rezumesiga kuchli tomonlarim degan paytda yozadi, men kommunikabilman, haligi stress ustuvchiyman deb yozadi-yu, lekin uni bilmaydi, o'zicha shunaqa deb o'ylaydi-da. Lekin uni testlari bor, bilsangiz bo'ladi. Kuchli tomonlaringizni ko'rsatib beradigan, ya'ni odam o'zini qanaqa kuchli tomoni borligini bilsa, o'shani yana ham rivojlantirsa, balki sizni umuman kuchli tomoningiz bo'lmagan narsaga e'tibor berayotgandirsiz. Umuman unga vaqt sarflab, umr sarflab o'tirish kerak emas. O'z kuchli tomonlaringiz bor, uni aniqlash kerak va uni yana ham kuchaytirishga e'tibor qaratish kerak. Birinchisi o'zining self awareness, ya'ni o'zini bilish. Ikkinchisi self control deydi, o'zini himoya qilish, kontrol qilish, nazorat qilish, ya'ni haligi Zidan moderatsiyaga kalla qo'yganni bilasizlar, eslab qolib, masalan, o'sha holat juda aniq qilinadi. O'zini kontrol qila olmaslik keysida juda ko'p aytiladi. Keyin yoki Will Smithning haligi Oscarni topshirish marosimidagi haligi olib boruvchini urgan holati, haligi self controlni nima uchun kerakligini mana shu holatda baribir ikkalasining karyerasiga ham ta'sir qilgan, negativ deyishadi mutaxassislar. Ya'ni odam o'zini har qanday stress holatida nazorat qila olishi kerak, ayniqsa rahbar bo'lish uchun. Uchinchisi motivatsiya, ya'ni odam o'zini har kun ertalab 9 da ishga borishga kuch topa bilishi kerak. Eng qiyin narsalardan bittasi motivatsiya. Ya'ni odam o'zini motivatsiya qila olishi kerak. To'rtinchisi self-awareness, self-control, motivation. Xo'p, empatiya degan narsa bor, ya'ni odamlarni empatiya, ya'ni odamlarni eshita bilish. Ya'ni kimdir sizga o'z dardini aytsa, "Bo'pti" deb turib, deb tursangiz agar, u anaqa bo'lmaydi, uni eshitmayotganligingizni bildirasiz. Hech bo'lmasa qo'lingizdan yordam kelmasa ham, "Ha, men senga hamdardman, men seni tushunaman" degan narsani eshitish rahbar uchun bu. Bu hamma xususiyatlar rahbarlar uchun, lider bo'lish uchun. Lider o'z jamoasi a'zosini eshitib, unga haligi sachuvstviya qilish kerak. Oxirgisi, menga eng yoqadigani ijtimoiy skilllar, social skills, ya'ni bugungi kunda birorta rahbar yo'qki, muvaffaqiyatli bo'lgan, u ijtimoiy skilli bo'lmasa, ya'ni odamlar bilan muloqot qilib, yaxshi gapirib, ayniqsa bizani bozorda, bizani o'zbek biznes madaniyatida ijtimoiy skilllar juda muhim.
Ya'ni ayrimlar borku, u zo'r xodim, lekin rahbar emas deymiz, ayrim xodimlarga nisbatan. U zo'r analitik, lekin rahbar bo'la olmaydi deymiz. Chunki uning haligi ijtimoiy skillari bo'lmaydi, odamlar bilan gaplashish, muloqot qilish, ular bilan yaxshi haligi choyxonaga borish, bizning madaniyatimizda u bilan yaxshi o'tirib suhbat qilish degan xususiyatlar bo'lmaydi, lekin bu nafaqat bizning mentalitetda, butun dunyoda ham ijtimoiy skilllar juda muhim hisoblanadi. Shu ni rivojlantirgan odamlar lider bo'lish ehtimoli katta. Shu savollar bo'lsa, menimcha savollarni bu yerda bera olmaymiz. Oxirida yoki shaxsan o'zimga Telegram va ijtimoiy tarmoqlardan yozsangiz gaplashamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston yoshlari, Aloqabank yoshlar jamoasi. Yoshlar kuni munosabati bilan bankimizning yosh xodimlarini tabriklayman. Ularni olib borayotgan ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Aloqabank rahbariyati yoshlarni doimiy qo'llab-quvvatlashga davom etadi. Assalomu alaykum yurtimiz yoshlari. Bugungi yoshlar kuni bilan barchangizni chin dildan muborakbod etaman. Sizlarni o'qishlaringizda, qilayotgan ishlaringizda, boshlagan loyihalaringizda ulkan zafarlar tilayman. Aloqabank yoshlarning g'oya va loyihalarini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Aloqabank tizimida faoliyat yuritayotgan barcha yoshlarimizni tabriklaymiz. Nimaki niyatingiz bo'lsa hammasi amalga oshsin, yuragingizdagi o't shijoatingiz, yuzingizdagi tabassum hech qachon so'nmasin. Yoshlar kuni muborak bo'lsin. 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 Bayramimiz muborak bo'lsin, aziz yoshlar.